Assalamu alaykum qarindoshlar. Uyg'ur sog'lomlik kanalına hoş geldinglar. Bugungi so'zlaydigan mazmunimiz vitamin K to'g'risida. Vitamin K bo'lsa, mayda eriydigan vitamin oilasi bo'lib, buni so'zlaganda asosli qilib vitamin K1 va vitamin K2 degan ikki gruppasi to'g'risida to'xtalmoqchi. Va bu ikki turining qanday farqi va buningga tushuncha bermoqchi. Vitamin K1ning asosiy funksiyasi bo'lsa, qonning normal qechida muhim rol o'ynaydi. Bu vitamin 3 sömürülüp, qon aylanish sistemasi orqali jigarga kelib, jigarda qonning qetishida asosiy rol o'ynaydigan oqsillarni aktivlashtirish orqali qonning normal qetishiga yordam qiladi. Qonning qetishiga ketadigan vaqti qisqa bo'lsa yoki uzrab ketsa, ikkili xil holatda og'ir kasallik alomatlari ko'rildi. Shunga normal bo'lishi nihoyatda muhim. Navoda vitamin K1 yetarli bo'lmasa, qonning qetishiga ketadigan vaqti uzrab ketadi. Bu vaqtda tasaddufiy badanning ichki yoki bo'lmasa sirtqi qismidan biror yer qonab ketib qolsa, chiqqan qon oson to'xtamaydi. Vitamin K1 bek tuvan bo'lsa yoki yo'q deyarlik bo'lsa, qonab ketgan yerlardagi qon to'xtamasligidan qonsirab o'lib ketish ehtimolligi bo'ladi. Vitamin K1 kam bo'lganda ko'riladigan alomatlar bo'lsa, bir yerlari osonla ko'kirib qilish yoki bo'lmasa kesilib ketgan yerlardan chiqqan qon oson to'xtamaslik. Tish cho'tkalaganda tish milliklari qanash qatorliqlar. Odatda tish milliklari oson qanasa vitamin C kam bo'lishi mumkin. Lekin vitamin K1 kam bo'lsa-mu, mushtaq o'xshash alomatlar ko'rildi. Vitamin K1 har xil yemeklarning tarkibida bor bo'lib-mu yeshil ranglik ko'ktatlarning tarkibida mo'l bo'ladi. Shunga bu turdagi yemeklarni ko'proq iste'mol qilish orqali bu xil vitaminning kamligining oldini olg'ili bo'ldi. Odatda vitamin K1 ni yemeklikdan boshqa shaklda to'liqlashga bo'lmaydi. Navoda kasallik sababidan vitamin K1 ni to'liqlashga to'g'ri kelsa, cho'qim doktorning retsepti bilan elish kerak. Normalda vitamin K1 ni to'liqlayman deb iste'mol qilish xatarlik. Badanda vitamin K1 ning miqdori oshib ketsa, qonning qetishiga ketadigan vaqt qisqarib ketib, qon tomirlarda qonning oson qetishib, tomirlarning to'silishini keltirib chiqarishi mumkin. Vitamin K2 bo'lsa, kalsiyni kontrol qiladigan vitamin bo'lib, bu vitamin qon tomirlarda eqib yurgan kalsiyni va yumshoq to'qilmalardagi kalsiyni o'ziga bog'lab, ularni so'ngak to'qilmasiga va tishga yo'tkaydi. Bu orqali bir tarafdan so'ngak va tishning normal minerallashishiga kafolat qilib, ularni kuchlik va sog'lom qilsa, yana bir tarafdan qon tomir va yumshoq to'qilmalarning patologiyalik kalsiylashishining oldini oladi. Bu rasmdagisi bo'lsa, arteriya devorining botqisiman qetishi. Oq sharsimon ko'rsatilgan bo'lsa, kalsiylar bo'lib, kalsiyning qon tomir devorlariga cho'kib, ularni zaxmlantirganligini ko'rsatgan. Buningdagi qizil chambarning ichidagi oqish ko'ringani bo'lsa, mo'ri bo'g'imidagi kalsiylashgan bo'g'im tarimushi. Bu bo'lsa, kalsiylashgan tizdagi to'g'ri tarimush. Buningdagi yurakning atrofidagi cho'ng qon tomirlarning rentgenda ko'rsatilgan kalsiylashgan holati. Bu patologik kalsiylash bo'lib, kalsiyning xato joylarda, ya'ni kalsiyning so'ngakda emas, balki yumshoq to'qilmalarga o'rlashib qilishi sababli kelib chiqadigan yumshoq to'qilmalarning qetishini ko'rsatadi. Vitamin D to'g'riliq so'zlaganda tushundirgan, navoda D vitamin kamligi sababli vitamin D tabletini iste'mol qilganda hujaydin sömürüldigan kalsiyning miqdori normalda qabul qilinadigan kalsiy miqdorining 20%dan ko'p kalsiy badanga qabul qilindi. D vitamin to'liqlaganda shunga kalsiy to'liqlashning hojati yo'q. Yegan yemekliklarning tarkibidagi kalsiyning miqdori yetarli bo'ladi. Kalsiy badanga qabul qilingandan keyin ular so'ngak va tishga yo'tkazilmasa, qon tomir sistemasida eqib yurgan eshinda kalsiylar yuqorqidek patologiyalik kalsiylashni keltirib chiqara oladi. Buning uchun vitamin D iste'mol qilish to'g'ri kelsa, vitamin K2 ni birga iste'mol qilgan eng yaxshi. Bu ikki xil vitamin, kalsiy va boshqa so'ngakka kerakli bo'lgan mineral elementlarning badanga qabul bo'lish temponligini saqlab, so'ngakni quvvatlab, uning o'sishi va o'zini yengilishida nihoyatda muhim rol o'ynaydi. Vitamin K2 ni setib olgan chaqda MK7 degan turi bo'lsa, badanga oson qabul bo'ladi. Normalda vitamin D ni iste'mol qilmaganda, ya'ni vitamin D kamligi bo'lmagan vaqtda
Vitamin K2 ga bo'lsa, odatda uchaydagi bakteriyalarning yordami orqali vitamin K1 ni vitamin K2 ga aylantirish orqali erishgili bo'ladi. Navada yeşil köktatlarni ko'p va davomli iste'mol qilib bersa, ham uchayning iqtidori normal bo'lsa, ya'ni kasallik bo'lmasa demakchi, bir qism vitamin K2 ga bu yo'l orqali erishgili bo'ladi. Onundan başqa vitamin K2 mol bo'lgan yemeklerden bo'lsa, jigar, börek, erimchik, tuxum serig'i va ichitilgan seriq burchak qatorliqlar bor. Demek, bu iki xil vitaminni normalda yemeklikten qabul qilsaqmı yeterlik bo'ladi. Birisi köktat türüde, yani birisi go'sht türüde mol. Demek, iste'mol qilganda bu ikkisining tamponligini yaxshi saqlab va tamoq tanlamasak, odatda bu iki xil vitaminning kamligi ko'rilmaydi. Yuqorida vitamin K1 bilan K2 ning farqi to'g'risida to'xtaldik. Navada savollaringlar bo'lsa, ostiga yozib qo'ysanglar, javob berishga tirishamiz. Yangi mazmunlar bilan ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar. Xayr xo'sh.